eng arzon narxda idish tovoqlar, ya'ni kasa, tovoq, piyola hammasidan bor. Mana shu ko'rib turgan piyolalarning o'sha ikkinchi sort deyiladi. 800 so'mdan yuqorilashib ketaveradi. 800 so'mdan yuqorilashib ketaveradi. Har xilidan bor, chinnilari bor. O'zlaring xohlaganlaringni olishlari mumkin. Narxlar o'sha 800 so'mdan 10 ming so'mga qarab ketaverar ekan. Osh tovoqlarimiz bor. Narxlari bular ham 1000 so'mdan yuqorilashib ketgan. Bu yerda eng arzoni 800 so'mdan bo'ladi. Osh tovog'imiz ham, piyolalarimiz ham, mana bunday likopchalarimiz bor, o'sha qand qurslar uchun. Xo'p, bular ham 800 so'mdan balandlashib ketavergan. Qoshiqlarimiz bor. Bular nech puldan pastkalari? Pastkalar, ular 25 ming. Mana shular 25 ming so'mdan. Tillo suvi yurtilganidan bo'ladi, ya'ni Xitoydagi. Har xilidan bor ekan. Kimga qaysimdan kerak bo'lsa, kelib shu yerdan olishlari mumkin. Har xillaridan bor. Do'stlar, eng arzoni 800 so'mdan yuqorilashadi aytamiz. Mana bunday kosalarimiz, ya'ni piyolalarimiz ham bor ekan, ya'ni kattalaridan. Bolalar uchun mana bunday o'sha hali pul soladi deymiz, tanga tashiydigan. Bulardan ham olsalaring bo'ladi. Manzil Farg'ona viloyati Rishton tumanida, katta yo'lda bo'yida mana kelib xohlaganlarincha olasizlar. Manzillarini aytdik. Ekran pastida nomerlarni qo'yib qo'yamiz.